Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Yaqinda bir video selektoringizni ko'rib, nutqlaringizni birini eshitdim va xursand bo'ldim. Nutqingizda menga muammo kerak, muammolarni eshitib, o'zimga to'g'ri yo'l tutishim kerak degan so'zlaringizni eshitib juda xursand bo'ldim. Bugun sizga bir ikkita uchta muammo va uni yechimi takliflarini berib o'tmoqchiman. Voditelskiy opit sifatida gapirmoqchiman, chunki men ko'p yo'llarda yuraman va ko'p muammolarni ko'raman. Aslida bu video murojaat YPX boshqarmasiga tegishli, lekin qo'pol bo'lsa ham YPX boshqarmasi qulog'i kar bo'lgan, eshitmaydi, ko'zi ko'r bo'lgan. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu svetofor ko'rayotganingizdek. Mana bunday tursam agar tepadagi svetofor ko'rinmaydi. Xuddi shundoq mana hozir men palasada turibman. Shu palasa ham juda svetoforga yaqin qo'yilgan. Ya'ni birinchi, ikkinchi palasada turganlar, birinchi, ikkinchi rядda turganlar mana shu svetoforni sonini ko'rolmaydi. Ya'ni tayyorgarlik ko'rmaydi. Keyin sekin haydaydi. Keyin orqadagi mashinalar mana shu svetoforni ziloniy svetiga kamda berilgan 20 sekund. Ulgurmay qoladi orqadagilar. Ular ham ulgurishi uchun mana bu palasani 10 qadam orqaga surishni taklif bermoqchiman, hurmatli prezident. Mana 5 qadam ekan, hozir o'lchab chiqdim. 5 qadam orqaga mana shu svetofordan. Ikkinchi taklifim, ko'p Buxoroy sharifda ko'p joylarda karmashka yo'q. Karmashka yo'q. Ko'p joylarda o'ngga buriladigan belgi qilib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Nimagadir mana shu yuqori turuvchi organ YPX boshqarmasi mana shu ishlarga juda sust ishlaydi. Eshitmayapti xalqni, chunki mana shu svetofordan ikkinchi svetoforgacha tirbandlik bo'lib ketadi. Sababi bu yoqdan ko'p kishi o'ngga qaytadi. Uchinchi taklifim, hurmatli prezident, piyodalar yo'laklari tartibga solingan joylarni, ya'ni podzemniy переход, mostlar qilingan joylarga 80-90 tezlikni ruxsat berishni taklif bermoqchiman. To'g'ri, kimdir bu taklifimga norozi bo'ladi, lekin piyodalar yo'laklari agar tartibga solingan bo'lsa, xavf tug'dirmaydi degan fikrdaman, shaxsan men. Va bu ham tirbandlikni oldin olishga yordam beradi. To'rtinchi taklifim, hurmatli haydovchilar, mana shu svetoforni tagiga turganlaringizda svetofor ziloniy bo'ldiki, tezroq haydashni, razgon olishni, ozgina razgon olishni, toplivani jilet qilmasdan, ya'ni topliva ko'p ketadi deb raslabitsa qilmasliklaringizni iltimos qilaman. Chunki orqadagilar ham bu svetofordan o'tib ulgurishi kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.